bez rasxod arzonroq jentira keladigan akalarga arzon qora jentira kelib qoldi. Bunda qilingan ishlarni video davomida birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Narxini video oxirida aytaman. Tonni shumka bo'lgan amerikanga fara, mara, balon salondacha alkantara qilib qo'yilgan. Почти 30-40% kraskasi bor. Lasetti bo'lgan, jentira qilingan. Tonni sarib bo'lgan, dashi zapaskalargacha shumka qilib yuborilgan. Hamma yo'q ishlaydi. Motor hadovoy korovkada deyarli ishi yo'q. Motorlargacha qilib qo'yilgan ideal holatda. Salon ichilarini ham bir ko'rsatib o'tib ketdim. Bunga qilingan salon ichidagi rasxodni почти uncha-muncha jentiralarni ichida yo'q. Torpedalar, Malibu barlar, poli chexollar, zamishlar. Mashinaning ichidan почти deyarli hech narsani yechib qolinmaydi. Xo'sh, balonka, sambufer-mambufirlarigacha bor. Bu mashinani 22-23 jentiralarni oldiga qo'yib qo'yaverasiz, tashlashaveradi. Mashinaning yili 2010, Lasetti'ni jentira qilingan. Xullas, rasxodi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, $7000 berib yuboriladi. Egalarning nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Realniy olib akalar.